Namozning rukusi va sajdasiga borganda aytiladigan kalimalarni 3 martadan ko'p aytsa nima bo'ladi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatdan ham ibodatlardagi ba'zi sanoqlar, tasbihlar, ba'zi zikrlar sanoq bilan bizga yetib kelgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'lum bir sanoqlarda aytishni unga bizga o'rgatganlar. Hadis shariflarda kim ruku qilsa, rukusida 3 marta subhana robbiyal azim desin. Bu eng kami degan ma'noda payg'ambarimiz alayhisolamning so'zlari bor. Fiqh kitoblarimizda ham keladi va yusabbihu thalasan va huwa adnahu deb keladi. Ya'ni rukuga borgan odam ham, sajdaga borgan odam ham 3 marta tasbih aytadi. Bu eng kami deyiladi. Endi fuqaholarimiz yuqoridagi aytgan hadislarga o'xshash hadislardan shu hukmlarni chiqarib olganlarki, demak, eng kamida 3 ta aytish bu sunnat. Shu tasbihlarni eng kamida 3 marta aytish bu sunnat hisoblanadi. Undan kam aytish makruh hisoblanadi. Ya'ni kamoliga yetmay qoladi. O'sha tasbih aytish kamoliga yetmagan bo'ladi. Undan ziyoda qilish joiz, mustahab hattoki. Faqat toq qilgani yaxshi. 3 martadan ko'p bo'lsa, 5 marta aytsinlar, mayli 7 marta aytsinlar, 9 marta aytsinlar. Bu o'zini ixtiyorida insonni. Faqat bu hukmlar yolg'iz o'quvchiga tegishli hukmlar. Endi imom bo'ladigan bo'lsa, imomning holati o'sha qavm malol kelmaydigan darajada aytsa bo'ladi. Agar qavmga malol kelmasa 5 marta ham aytsa bo'ladi, 7 marta ham aytsa bo'ladi. Lekin qavmga malol kelayotganini sezsa, demak imom o'sha 3 ta bilan kifoyalanishi yaxshiroq. Ya'ni qavmga malol kelmaydigan darajada. Demak, 33 marta yana sanoqlar, tasbihlarni aytibdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom namozning oxirida 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar deyishdi. O'rgatganlar. Bu bizga sanoq bilan yetib kelgan. Buni o'zini Alloh biladigan hikmatlari bor. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday o'rgatdilar. Shu sanoqda qilish afzal hisoblanadi. Uni kamaytirmasdan ham, ko'paytirmasdan ham agar alohida qilaman desa, yana shu sanoqni davom ettirish mumkin, zikr qilishdan qaytarilmaydi. Lekin buni bir hikmati shuki, mana tajribada, o'zimiz ko'rgan tajribada inson o'sha zikrlarni sanoqsiz aytsa, sanamasdan aytsa, tezda uziladi u. Lekin ma'lum bir sanoqni qasd qilib oldiga qo'yib aytilsa, o'sha marraga yetib boradi. Hadis shariflarda 100 martagacha aytiladigan zikrlar o'rgatilgan bizga. Demak, o'sha tasbih bilan sanaganda 100 taga yetib boradi. 100 ta sanoqni sanaydi, maqsadga erishadi. Lekin sanoqsiz aytadigan bo'lsak, unda o'sha sanoq qancha bo'lganini bilmaymiz. Gohida ko'p bo'lishi mumkin, gohida kam bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda uzilib qoladi o'sha narsa. Bu bir bizga ma'lum bo'lgan hikmati, lekin Alloh biladigan hikmatlari ham bor. Shuning uchun aynan sanoq bilan payg'ambarimiz alayhisalom tavsiya qilgan zikrlarni sanog'i bilan qilgani afzal hisoblanadi. Allohu a'lam bissavob.